Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz jigar qo'rimisi. Buning biz aldan muvofiq miqdor jigar, andan dapanji lasi, xojo, bajav, qo'zoq tarchim, puraqliq yopirmoq, zanjivil mushlarni tayyorlab oldik. Jigarni to'g'rab olamiz, yalpoq holatda. Andan zanjivil malat to'g'rab oldik, so'ng piyozni malat to'g'rab olamiz. Ma bo'lsa, chingsay, inchik chingsayni ko'tiki yopirmoqni ishlatmaymiz. Malat to'g'rab oldik, andan ma bu piyoz, bash piyozni mo nepiz yalpoqlab to'g'rab oldik. Endi qozonga suv quymiz, jiqroq suv quyib, ma bu jigarni qaynatib pishirib olamiz. Bunun azroq ochiq suv quyib yetdik, yoki oq ochiq suv bo'lsin bo'ldi. Andan ma bu baya to'g'rab olgan so'ng piyoz bilan azroq tapanjilasini va puraqliq yupurmoqni selib, tuz ta'min tangshab azroq qaynatamiz. Buni dumlab og'zini yeb birdan qaynatamiz. Jigarni to'g'ramay turib qilib oldik, mana baya to'g'rab olamiz debdim. Jigarni yana ma pishirib to'g'raymiz-ku. Mana pishirib to'g'risak, mana shakli shu petim chiqadi. Agar pishamay turib to'g'rab pishasak shakli o'zgarib qoldi, shunga. Bo'lmaydigan yeri yo'q bo'ldi, lekin pishirib to'g'ranglar. Andan buni süzüb to'g'rab bo'lgandan keyin biz mana bu qozonga mana may qo'ydik, may qo'yib, endi jigarni selib, mana xil holatda kuchli o'tda bakrak qizg'an mayda jigarni selib, bir qatim yog'da zal qilib olamiz, yog'da pishirib olamiz. Andan qozonga yarim chimish may qo'yib, may qizg'anda dapanjilasini sep qo'ruymiz. Andan buningga bosh piyoz bilan chang sayin sep qo'ruymiz. Andan baya yog'da zal qilib olgan jigarni sep qo'ruymiz. Mana qo'rib oldik. Endi buningga azroq tuz, azroq jijing, andan azroq oq ochiq suv quyib, bularni yaxshi aralashtirib olamiz. Andan azroq zira sepimiz, ustiga zira. Zirni jiqroq sepinglar jumu yeyishlik chiqadi. Andan 13 xil tembir deb dori bor. Bu shuni azroq sevarsanglar bo'ldi. Agar issiq tutolmasin sanmanglar, u sal o't issiq dori, lekin tembek yaxshi. Andan azroq shangchou, azroq lavchou selib yaxshi aralashtirib o'tamiz. Andan azroq kunji chechib aralashtirib qo'rib, buni tuz ta'min tangshigan keyin taqsimizga usib olsak bo'ldi. Shangchou, lavchouni yoqtirmasanglar, sanmanglar odatda jigarni tuz, samsaq, piyozlarla qo'rsak, shundoq yeyishlik chiqadi. Mana sal achchiqroq chiqadi.